ular sirtqa chiqqanda qorong'i tushib ketgan edi. Ay qorong'usi bo'lg'achqa yo'lni farq etish tez edi. Lekin yiroqda ko'rinib turgan yo'p-yo'riq egiz binolar ularni adashtirmay osonla maktabga boshlab keldi. Ular binolarning daldisida ehtiyot bilan menib Salim apandining yotog'iga kirdi. Lekin yotoqdan Salim apandi yolg'iz emas edi. Xuddi bugun yo'qlashni kelishib olgandek, u yerda Salay qashang, G'oyit Moyit va Matkiram Matqosimlarimi bor edi. Kichkina yotoq odamga liq to'ldi. Hammaylan Salim apandining bir oz yodab tortilib qolgan bastiga, texmo mungu to'lgan o'ychan ko'zlari bilan tatrang'u chiroyiga qarab, ko'ngillari yerim bo'lgan holda o'ltirib qoldi. Yaqindan beri kishilar Salim apandini tanat so'rin, mijozi so'g'uq bo'lib qotdi deydi. Rast, u shundoq bo'lib qolgandek qiladi. Lekin bu uning tug'ma tabiati emas. Balki turmushning azob oqibatlarini yeb kuch tortib, qalbida atrofga chashqidek qizg'inlik qolmaganlik uchun shundoq so'g'uq mijoz bo'lib ketgan edi. Yana bir tarafdan uning so'rin so'g'uqligiga uning adidan ziyoda tuyg'un qalbi sabab bo'lgan edi. U bu dunyoning yasalma saxtaligiga chiday olmay qolgan. Uning sodiq samimiyatligi shafqatsiz ahmoq qilingan va ziyon zahmatga uchragan. Shun o hissiyotini ifodalashning boshqa bir qutubiga sakrab ketishga majbur bo'lgan edi. Lekin bugun u undoq bo'lmadi. Chiroyidan o't otash qizg'inlik, ko'zlaridan cheksiz mehr va shodlik, harakatlaridan tetik va jo'shqinlik chiqib turardi. Chunki u azaldan o'z taqdirini mana mush tirishchan oqko'ngil o'quvchilarning taqdiri bilan chambarchas bog'lagan. O'z taqdir qimmatini mana mush bilim ishqibozlarining hurmat aqidasidan topgan. Shuni ularni bilimlik, yaramlik odam qilib chiqish uchun barlig'ini taqdim qilishga qasam ichgan. Shu sababdan ularni ko'rsa, uning ko'zi nurlanadi. Ular bilan so'zlashsa, uning ruhi ko'tariladi. Ular bilan birga bo'lganda, u o'zini kuchli, ishonchli, xo'shal va ozoda sezadi. Oradagi jimliqni Shavkat buzdi. "Muallim, mavo o'z qantarimning mevasi", dedi u qo'lidagi gazitga o'ralgan tugunchakni o'lsitib. "Sizni tetib baqsin deb elib kelib edim." "Qaysiz Shavkat?" dedi Salim apandi yeng kelganlarga choy qo'yib edi. "Qani amsa, hammamiz belli tetayli." U gazitni echib shira ustiga yoydi. Tartmadan kichik taqsizlardagi qand gezak, gulaqoqlarni elib atrofga tizdi. "Qani, yegacha o'tiringlar", dedi u va birinchi bo'lib o'zi bir tanli qizirib pishgan yong'yoni elib postini ajratishga boshladi. Dasturxonga hujum boshlandi. Dastlab yong'yo qizilchilar maqtilib, huzurlanib yeyildi. Keyin kampir pechenlarning ko'sildigan ovozi anglandi. Oxirida gulaqoqlar chaynalib, anda-munda qarsilditib ushik chaqqan ovozlarni anglanib qoldi. "Muallim, mushundaq yuraverasiz", dedi Oqniyaz bo'lgan bir xil ruhiy kayfiyat bilan. "Arz qilmamsiz, Zoid degan ablah ovoz yetakchi bilan birlashib o'z qilgan askarlikni sizga ittirib qo'yibdi. Rost, u o'zining gunohini sizga ittirib qo'ydi. Tuhmat qildi u munofiqlar." "Arz qilmadi demsizlar?" "Qildim", dedi Salim apandi qisqiliq qilib. "Lekin texmanga Xizr yo'liqmadi." U o'quvchilar oldida dard to'kib ko'ngil yarasini oshkorlashdi. O'zi bilan birga ularning dilini xasta qilishni xohlamadi. Shuna ochiq ko'ngillik bilan ularga tasalli berib mundaq dedi. "Bizning turmushimizda o'zizga mas'uliyatni boshqalarga ishtirib qo'yishni umumiy xohish desam bo'ladi. Buningdan bak og'rinib ketganmi bo'lmaydi.
Chunki bu xil xohish bizga al-Musoqdan qolgan. Qadimgi rivoyatlarda aytilishicha, Xudo Odam alayhissalomdan nima uchun cheklangan mevani yeding deb so'raganda, Odam alayhissalom mushu ayol bergan edi, yeb sopdiman deb Havo onani ko'rsatib qo'yibdi ekan. Havo onim mas'uliyatni ustiga elishni xohlamay, meni yilon ozdurgan degan ekan. Agar yilonning zuvoni bo'lgan bo'lsa, balkim u boshqaga döngab, muhit meni shunday qildirgan degan bo'lar edi. Ma'nilik, ta'sirlik bu so'z kayfiyatni sal-pal yumishtirib, o'quvchilarning chimgido teshib turgan nafrat va o'shmanligini bir oz pasaytgandek qildi. Lekin Salay yana ta'kidlab so'radi. Anda mushundaqli bo'ldi qilamsiz muallim. Bu dunyoda kishilarning egisi yo'qmi? Egisi bor, dedi Salim apandi yana shu umidvorligi bilan. Yaxshi ishningmi, yomon ishningmi egisi bor. Tarix bir ochiq ekran. U mush vaqt mush ish bilan tugamaydi. Hammani o'z qiyofati, mohiyati va haqiqati bilan birma-bir oshkorlab o'tadi. Haqiqatdan olqib ketgan ishlarning umri uzunga bormaydi o'fqala. Men tildagi chiqish bilan berish kelish, tash va undash deganlarni bilmasammi, lekin fe'lni yaxshi bilaman. Bo'libmi o'tgan zamon fe'li, hozirgi zamon fe'li deganlarni yaxshi bilaman. Salim apandining keyingi so'zlari o'quvchilarni o'ylantirib qo'ydi. Ular bir-biriga qarashib, xeyli chunqur o'ylangandan keyin bu so'zning chunqur ma'nilik, falsafiy fikrga ega so'z ekanligini his qilishdi. Salim apandi bu so'z bilan o'zining tarixini ham hozirini, tarixda bo'lgan ishlar bilan hozir bo'layotgan ishlarni o'tdan biladiganligini bildirgan edi. Parang suhbat xeyli uzoq davom qildi. Temalar tez-tez o'zgarib turdi. Lekin o'rilibmi, yana shu birli nuqta. Salim apandining taqdiri, istiqboli to'g'risidagi gumon, andisha va mulohizalar boshdan oyoq suhbatning asosiy temasi bo'lib turdi. Salim apandi birdan cho'ldiratdi, birdan o'ylab turardi. Goh tarixdan ibratli tamsillarni so'zlaydi, goh reallikdan ta'sirli voqealarni hikoya qiladi. U bir muncha ma'nilik, qiziqarli so'zlarni qilgandan keyin oxirida mundoq dedi. Sizlar mendan g'am qilmanglar. Mening kishilik hayot ko'z qarashim turg'izilib bo'lgan odam. Mening yashash prinsipim mundoq. Hech kimga berilib ketma, hech kimdan qo'rqma. Shu chaqda hamma narsa joyida bo'ladi. Men mana shundoq yashab kelgan. Buningdan keyin men shundoq yashayman. Sizlarga deydigan gapim yana shu ko'ni gap. Bilim elish uchun tirishinglar. Bütün vaqtinglarni, aql farostinglarni shuningga sarf qilinglar. Bu yo'lda har qancha badal to'lsanglarmi arziydi. Buningsiz bir millatning saposini, taqdirini, kelajagini tasavvur qila olmaymiz. Bizning aqlliq, donishmand ota-bobolarimiz bilimni ulug'lab, nodonlikni qattiq masxira qilgan. Qaranglar, ulug' mutafakkur shoir Yusuf Qasojib 11-asrda bilim sizga to'rda o'rin bo'lsa ko'r. Ol tör bo'ldi paga bo'ldi tör deb bilimsiz nodonlar garchi o'zini bilmay törga chiqib olsa-mu, uning baribir e'tibori yo'q. Kishilarning nazarida u chiqqan tör hamon paga deb qariladi. Aksicha bilimli kishi pagada qolsa-mu, lekin u kishilar nazarida hamon törda deb qariladi deydi. Shunga nodonlik, paslik 60-yillardagi yoshlarimizning asosiy melodiyasi bo'lmasligi lozim. Egilmas iroda bilan olg'a besish, qaysiran ruh bilan bilim elish, dal hozirgi zamon yoshlarida bo'lishga tegishli fazilat xazinasi. Besavaqtash uzash uchun o'rinlardan turib ishga qarab manganda, Salim apandi muhim bir ishni unutilib qolgandek, darhol ularni to'xtatib mundoq dedi. Samillar deb qo'yay. Mening ishim tufaylidan hargizmi Bodomgulga so'q nazarda qarab solmanglar. Uni aldab ketdi. Umu bir bechara qurbonlik qo'y. Hammaydan bir daqiqa Salim apandiga qarab hayron bo'lgandek turib qoldi.
lekin uning ko'zida chaqnab turgan olamchi mehr muhabbat bilan chiroyida aks etgan samimiy apuchanlikni ko'rib bir narsani tushungandek boshlarini lang'ishtirib qo'yishdi. Ular sirtqa chiqqanda osmon bilan zamin qo'g'ishindek eg'ir qorong'ulik qo'yniga cho'kkan edi. Atrofdan kashlik takrordan keyin kinoga berib qaytgan qiz o'g'il o'quvchilarning shodiyona kulkilari yangrab turardi. Shu kunlarda Badamgulning vujudida qayg'u bilan qo'shanliq, g'ayrat bilan zaiflik, nur bilan zulmat, qisqasi ajal bilan hayot jiddiy kurashmoqda edi. Bundaq shafqatsiz kurashga uning ojiz qalbi, nozik nervlari uzoq bardoshlik berolmadi. Ajal devisi asta-asta g'olib kelishga boshladi. Go'yo u dunyoning seriq optipi uning saqaymas beshiga ko'langa tashlab turgandek, u 21 yil yashagan bu yo'riq dunyodan o'zimiz hazmagan holda mangu orom topadigan u dunyoga qarab jimjit ketayotgandek his qildi. U ashundaq sovuq hissiyotdan 2 kundan beri atrofdagi hamma odam, hamma narsalar bilan g'oyibona xo'shlashishga boshladi. Oldi bilan o'ziga baxtdan ko'ra azobni, xo'shanlikdan ko'ra qayg'uni ko'proq elib kelgan betalay yoshligi bilan xo'shlashdi. Uningdan keyin ustozlari, do'stlari, saboqdoshlari, hatto raqiblargacha birma-bir rizolik tilab xo'shlashdi. U xiyolida shuncha ko'p odamlarni ko'z oldiga keltirib xo'shlashgandek qilsin, lekin ko'nglida yana kim bilandir xo'shlashmoqchi bo'lgandek bir xil yerimchilik, tashnoliq bardaq qiladi. U ismini aniq atashga, ko'z oldiga keltirishga, xiyolan bo'lsin mung'dishga jur'at qila olmagan u odam Shavkat edi. Badamgul hayotning mushu oxirgi daqiqalarida bo'lsin, uni o'z ko'zi bilan bir ko'rib xo'shlashib olmasa, u dunyoga ochiq bir armon bilan ketadiganligini, vijdoni oldida mangu azobga qoladiganligini bargan sir cho'nqur his qildi. Shunga u g'ayratga keldi. G'ayratga kelibdi, xuddi burunqidakla Shavkatni ko'rish istiki kuchaydi. U o'rnidan turib yuz-ko'zlarini yuvdi. Üst-boshlarini ancha-muncha tuzashtirib yotoqdan chiqdi. Men chiqqan peti Udul dehqonchilik maydoniga qarab mangdi. Ochiqchilikqa, yo'riqlikqa chiqqandan keyin Badamgulning turqi chiroyi kishilarga aniq ko'rildi. Yo'lda uni taniydiganlar uchrab, Badamgul shunmi emasmi degandek hayronlik bilan uningga uzoq tikilib qarab qo'yishdi. Demisimomush bir necha kun ichida uning talati shundoq o'zgarib ketgan ediki, burungi muloyim, o'moq va suzuk chiroyi bilan hamisha kulib turadigan yaqinlik ko'zlaridagi sho'x va pok hissiyotlardan asarmi qolmagan edi. Hozir bu chiroy bilan bu ko'zlar baayni pig'on o'rlab jinidan to'ygan. Kimlarnidir chepib, qiyni-chini qilish uchun o'tkir bir qing'roqni qo'liga elib olgan isyonkor bir talvining surlik chiroyiga va shafqatsiz ko'zlariga o'xshab qolgan edi. Badamgul eshikimga, hech yerga qaramay udunla tez mang'ashqa, 15 minutga qolmay dehqonchilik maydonining etizligiga berib bo'ldi. U dangallar bilan to'lgan etizliqqa pishg'irim issiqda maykichan bo'lib ishlayotgan Shavkatni yiroqdan ko'rib tunadi. Tunadi-yu, uning tuyuqsiz yuragi og'di. Xuddi sat uyatliq bir ish qilib qo'ygan aybkordek uningga xeliqicha bosh ko'tarib ustin qariy olmadi. Etizda odam ko'p emas edi. Uning ustiga Shavkat o'zi yolg'iz bir chatda qir beshidagi yo'g'on bir to'p qor yog'ochning udulida ishlayotdi. Badamgul eriq bo'yidagi tol va chapqonlarni dalda qilib aylanib mangdi va hech kimga ko'rinmay eriq bir to'p kadak qor yog'ochning yeniga chaldi. Bu yerdan Shavkatni ochiq va bemalol ko'rgani bo'ladi. Badamgul bo'g'moq o'smalar bo'rtib chiqqan daraxtning yo'g'on va qo'pol teniga yo'linib, cho'nqur xursingan holda Shavkatga nazar soldi. Shavkat xeyli o'zgarib ketgan edi. Burunqidan sal bo'y tortgandek, soqol burti o'sib qolgan, yuzi samirib, kengayib qolgandek ko'rinadi.
O'z vaqtidagi qop-qara, yirik chashliq beshi hozir tap-taqir edi. O'ngini qarayib, oftobda misdek parqaraydi. Oftobda ko'rgan ishkamurisi qizirib, shalvarab, qosroq o'rlab turadi. Tarlab, sho'rlashib ketgan ko'ch maysi Iroqdilla chaltakkandek oqish ko'rinadi. Simoviy xudo ishtini sizdan yuqoriga turilgan bo'lib, putida bir ikki yerga yamoq tushgan rezinki oyoq turadi. O katmanning cho'ltisi bilan yo'g'on dangallarni urib ezib, etizning to'psini yumishtiradi. Ishqa qattiq ham astoydil berilgan edi. Katmanni har qatim beshidan egiz ko'targanda, uning parqaroq yuzi quyosh nurida volvon qilib chaqnaydi. Shavkat oshu yo'sinda xeyli uzoq ishlagandan keyin bosh ko'zlaridan qo'yilib turgan tarni surtish uchunmikin birdan ishdan to'xtadi va bo'ynidagi lo'ngi bilan yuz ko'zini, bo'yin va qo'ltiqlarini surtdi. Ondan so'l qo'lini cheksiga qo'yib osmonga qaradi. Shu chog'da uning yuzi Bodomgul tarafga o'rildi. Bodomgul uni nihoyat aniq va ro'shan ko'rdi. Vah, ana uningga azalda tunish bo'lgan yaqinlik chiroy. Ana bir dunyo karomati bor o'ychan ko'z. Bu ko'z o'z vaqtida Bodomgul muhabbat cho'lida tashna bo'lib yurganda, baayni oltin jon bo'lib uni sevgi sharobi bilan huzurlantirgan emasmidi. U yana muhabbatning ochilida tenirqab qolganda, yana shu ko'zda ayni mash'al bo'lib uni o'zi tarafga boshlab, uning turmushiga yangi mazmunda cheksiz qo'shallik qo'shgan emasmidi. Shavkat bilan birga bo'lgan o'choqlarda hayot uningga xuddi osh cheksiz ufqdagi rangarang sho'lalardek chiroyli, yaqinlik tuyulgan emasmidi. Bodomgul shu topda Shavkatning oshu mungluq ko'zlarida o'zining g'amsiz yoshlik chog'larini, o't otish bo'lib o'tgan pok va ma'sum chog'larini ko'rgandek bo'ldi. Lekin o'tgan ishlardan hozir uning ko'nglida qolgani faqat go'zal va azobli aslimlar edi xolos. Shuning uchun lekin go'yo ulug' suv birdilni bo'sib kelgandek, uzundan buyon xijillik, pushaymon, o'kinish, xo'rlik, dard, alam va umidsizliklarning hammasi uning qalbining chunqur qatomlaridan sirg'ib, yig'ilib, jam bo'lib, go'yo o'lqin tog'lardek portlab, sirtga etildi. Uning zarbisidan Bodomgul hatto nafas ololmay qoldi. U ezilib yig'lamoqchi. Mana shu osmoni kang yerda tunji qitim sevgan yigitining yanida rosa bir yig'lab ish qornini bo'shatmoqchi bo'ldi, lekin ko'ziga zodila yosh kelmadi. Dilqut xazinasi Atdigandan beri yuz ko'zdan taram-taram daryo bo'lib oqqan alam va xo'rliq yoshlari endi qayoqlargadir qechib kirpikini nam deyolmadi. Shu topda Bodomgul xuddi qaynamga tushib pish-pish aylanayotgan yegona yaproqdek holsiz va bechora edi. Shavkat yana ishga berilib ketdi. Uning har bir katman urg'unda shiddatli salmoqi go'yo Bodomgulning yuragining beg'ishiq tekkandek. U to'lg'inatdi, azoblanatdi. Oxir u bu yerga turaverishga chidamadi. Aniq daqiqatan butun muhabbati bilan aqidasini, pushaymon bilan o'kinishini oshi bir jup hasratli ko'ziga yig'ib, uningga uzoqdan uzoq qaradi. Bir nuqtaga tikilgan, tenib qolgan bo'tinoqdek tanmirgan, munzurlagan bu ko'zlarda go'yo petayotgan quyoshning nuri sarg'aygan yo'pirmoqlar ustida olib bo'lmash sho'li paydo qilganga o'xshash, intayin ojiz, suz bir nur jilva qilyapti. Xayr xo'sh Shavkat, xayr xo'sh. Deb o'z-o'ziga shivirladi Bodomgul ulug' kichikdanib. Men sizni saqlayolmadim. Ta'dib besimlarga bardoshlik berolmadim. Oldinib ketdim. Rozi bo'ling. Men sizdan mangu rozi. U shundoq dedi-da, shartdan orqaga burilib mengib ketdi. Mangandimi ajoyib bir kuch bilan gusildab mang'atdi. Pushaymon va hasrat bilan mang'atdi. Tushkunlik va umidsizlik bilan mang'atdi. Yurak bag'ri o'rtangan holda mang'atdi.
g'amga patgan holda mang'atdi. Jon jahli bilan mang'atdi. Xuddi erishib qolgandek xomush holda mang'atdi. Anglayotganinglar Biliq Story'dan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Petib ketayotgan kun yo'g'inab, ko'z chaqadigan nuri suslab, asta-asta ufqqa yaqinlashdi. Shu topdan butun olam uning qizg'ishlariga purkalgan bo'lsa-mu, lekin bu hayotlik nuri uzunga bormadi. Barbara quyoshning qizg'ishlari aziyib, ko'k nuri ulg'ayib, bepoyon zaminni qorong'ulik qoplashga boshladi. Bodamgul dariza oldidan sirtib qarab turardi. Uning ko'ziga ko'k osmonmi, qizil quyoshmi, oq bulutlarni ko'rinmadi. Balki bu go'zal rengarang dunyo xuddi mushukka hamma narsa kulrang ko'ringandek uningga qorong'u va xunuk ko'rinadi. U vaqt kutib o'tadi. Yoshlik hayotining oxirgi damlarini soat, minutlab o'tkazib o'tadi. O'laman. Mana o'limni ozliq qiladi. U tunugunda shu qarorga keldi. Qarorga kelibdi. Necha vaqtdan beri azoblanib kelayotgan ruhi birdan orom topgandek yengib, rohatlanib qoldi. Lekin qanday o'lish kerak? Bu savol uni yana o'ylantirib qo'ydi. Rost. Qanday o'lishning o'zini bir gap. Ba'zilar bu dunyodan o'zini sezmagan holda shartsiz ketadi. Ko'nlar bunday o'limni Allohning shafqati, o'lguchining baxti deb biladi. Ba'zilar bo'lsa qattiq mol faryod bilan uzoq jon talishib, azob ichida o'ladi. Kishilar bundaqlarni Allohning g'azabiga uchradi. Gunohi kibri cho'ng deb biladi. Men o'zimni so'g'i tashlab, bu dunyodan shartsizlik ketaymi? Yo'q. Mana bo'lmaydi. Mening tirikligim bu paksimni bulg'agan. Endi o'likimni halol soni bulg'usinmi? Amsa o'zimni binodan tashlaymi yoki do'riyat o'laymi? Yo'q, uni bo'lmaydi. Men ularning zaxm yegan jasadimni ko'rishini, ishplas qo'llar bilan tutishni xohlamayman. Zodi xohlamayman. Ular jasadimni ko'rmasa, cho'nonam hamisha yaxshi it o'likini ko'rsatmaydi deydi u. O cho'nqur xiyolga patdi. Bu uning eng oxirgi fikr yurgizishi, tafakkur qilishi va aql parostini ishga solishi edi. Shu topda uning nervlari zillishib, tomirlari ko'pib, qonlari shuvuldab tursa-mu, fikri normal aqli hushi joyida edi. U o'yla oxiri qandoq o'lishning amalini topdi. Amal to'liq azobli, shafqatsiz edi. Lekin u shuni tanladi. U shuning bilan eng oxirgi jasoratini, irodasini va razillikka qarshi isyonkor ruhini ifodalamoqchi bo'ldi. O't kuyish kerak. Bulg'angan nopok bu jismim o't kuyib, ruhim u dunyoga poklanib borsin. Bu vafosiz dunyoda bir uchun hokimdan boshqa hech narsa qolmasin. Uning fikri aniq, irodasi chin edi. Hayot uning nazarida o'z go'zalligi bilan qimmatini yo'qotib edi. O'lim uningga qo'rqinchli tuyulmay qoldi. Bu dunyo bilan o dunyoning sirliq, noma'lum orliqi go'yo uningga Tangirtig'ining shimolidan janubiga boradigan ravon bexatar mashina yo'lidek shundoq oson ham oddiy sezildi. U tunugun shu niyatda oz-to'la safar tayyorligini qilib qo'ydi. Dastlab maktabning tonish bir shofirdan kiyim tozlayman degan gap bilan bir botulka benzin oldi. Keyin xuddi kimki hayotidan umid etsa, ko'nglidagi hamma so'zini aytib oladi degandek, do'sti o'quvchi qizga uzun bir parcha xat yozdi. Tuyuqsiz urilgan qo'ng'iroq Bodamgulni cho'chitibdi. U xiyoldan sagib, darizadan sirtqa qaradi. Hamma yerni qorong'ulik qoplagan edi. O'quvchilar daftar kitoblarini qo'ltiqlab, kashlik takroriga ketib o'tdi. Birdamda varangchiroqlik yotoqlarmi, qaynam tashqinlik maydonlarimi bo'shab, jimjit bo'lib qoldi.
Badamgul o'rnidan turdi. Karvatning ostidan kichik bir qora sumkani oldi. Yotoqning o'rtasida turib, to'rt tarafga alanglab qaradi. Ko'nglida o'ziga 3 yil g'amxona bo'lgan oppoq damla bilan anlaylatib uxlayotgan sirdosh karvat bilan hamisha nur chaqnab turadigan yo'riq dariza bilan oxirgi qitim xo'shlashdi. Badamgul putlarini ta'sif so'rab, hasratlanib tinib yotoqdan chiqdi. Yana nimangdir unutib qolgandek orqasiga qarab qo'yib, o'qitish binosining oldidagi semut maydonga keldi. Nur va soy bilan olib bo'lmash tusga kirgan keng maydon bo'sh ham xomush edi. O'lim vahimasi chirmib olgan shu qisqagina vaqtda Badamgul nurg'un ishlarni, o'tmishni, hozirni va kelgusini, do'stlarini, ustozlarini, hatto quturib turgan dushmanlarini o'ylab ketdi. Uning qarchiqi kengayib ketgan ko'ziga o'zini o'rab turgan butun koinotning rangi, turqi, hatto shakllari o'zgarib ketgandek ko'rindi. U osmonga, yerga, ko'zi yetkidek bo'shliqning hammasiga to'ymay qaradi. Uni tug'ib o'stirgan bu diyardagi haybatli tog', azim daryo, qadim tuproq, saf havo, g'ubarsiz gul-giyohlar uning qalbidan ajoyib, ulug' hislarni uyg'otgan, yetiltirgan edi. U hayotni suyatdi, qadrlaydi. İnsonni, do'stlikni, sevgi, muhabbatni ulug'laydi. Ammo o'ttirida u kutmagan shumlik, xiyonat, vafosizlik ko'rilib, uning yuragi so'g'ildi. Bunda rezillik uning osmondek keng ko'ksi qornini. Uning ma'sum qalbi xo'rlik, nomus va pushaymondan iborat tog'dek ahonatlar bilan qaynab teshib, uning muloyim, nozik tabiatini birdan o'zgartirdi. Vujudidan qachonlardir yo'shirinib yotgan vahshiylik birdan sirtga etirib chiqib, hammani ostin-ustin qiladigan kuchga aylandi. Mana hozir Badamgul shunday holatda, shunday alpasda edi. Uni to'sib bo'lmas bir vahshiy kuch o'z ilkiga olgan edi. U birdan g'ayratga keldi. Boya butun a'zoyini qoplagan so'g'uq titrakni pasaydi. U tamkin, bemalol harakatlar bilan sumkasini ochdi. Butulkini oldi bilan qop-qora, bujg'ur chashlardan boshlab benzinini quyishga boshladi. Uning bozorgan nepis kolpuklari go'yo tugamas gibi bordek o'ymanlanadi, mudirlaydi, titraydi. Nozik yumran badan sesiq benzin bilan to'liq yo'llandi. Sarangi chiqildi. Benzin laptoda tutishib o't ko'ydi. Ko'ygandimi charaslab lavudab ko'yishga boshladi. Lekin nima uchundir Badamgul go'yo ko'ksiga o'q tegib, tenidan yo'chiq echilib, shu yo'chiqdan yaqinsiz sovuq shamol kirib, o'tlib yurgini sovutayotgandek andikib, shirkinib, qattiq biyorim bo'lib ketdi. U shu topda xuddi qorong'u o'rmonlikda ezib qolgan sadbashlarini qutqizish uchun yurgini mash'al qilib yo'l boshlagan Dankodek badandagi jon qo'shitib kuyayotgan shiddatli o't bilan atrofidagi barliq razillik, shumlik va nohaqchiliklarni, o'z beshiga kelgan jiniy nomus va xo'rliqlarni bir yo'l bilan ko'ydirib, kulini ko'k so'rmoqchi edi. Yo'ruq azodi sinflarda hech ishdan xabarsiz kitob o'qib, shirin suhbat qurib o'tirgan o'quvchilar tuyuqsiz anglangan qattiq, mudhish bir ovozdan cho'chib ketishdi. Dariziz maydonga qaraydigan sinfdagilar sirtqi bo'yindab qarab, maydonda lovuldab kuyayotgan bir parcha o'tning tinimsiz pirqirab, domlab yurganligini ko'rib hayron qolishdi. Va bir-biriga xabar qilishib, gurildab sinfdan chiqdi. Badamgulning kuyik azobi to'g'layotgan nolisi xuddi podichining mungluq niydak yurakni ezatdi. Ana shu chaqda osmonni qahri keldi. Chaqmoq chaqib guldirmomi dahshatli guldirildi. Xuddi birsi afsun o'qigandek ochiq havodan taraflab yomg'ir tushdi.
maydonga garalishib patparaq bo'lib turgan kishilar birdan sharqirab yomg'ir yig'ayotgan oydin osmonga, birdan lovuldab o't kuyayotgan xomush yerga qarab, kimdi bu, kim o'ziga o't qo'ygando deyishib hanglaqan jiddiylashgan holda turib qolishdi. To'lin ay mo'ldirlab turgan ochiq osmondan mana shu o't kuyayotgan kichikkin yerga taraslab tushayotgan bu yomg'ir odatdagi yomg'ir emas, balki oyning yeshi edi. Aşı igiz, payansız boşluqda hammani ko'rib turgan nurliq oyning qatma-qat azob va xo'rliqlarga paylamay, o'ziga o't qo'yib bergan ojiz, ma'sum bir qizning behuda o'lib ketayotganligini ko'rib chidamay to'kkan yeshi edi. Bu yosh ayni vaqtda o'tni o'chirib, begunoh qizni qutqizish uchun sal bo'lib tushgan xosiyatlik oy yomg'iri edi. Oy yomg'iri yig'ayotgan shu chaqda quloqning dab-dardisini yerib, ko'ngilning nozik yerlarini bearam qiladigan dahshatli bir ovoz anglandi. Bu Badamgulning eng oxirgi qitim hayot bilan xo'shlashib, ona deb tug'ilgan eng nadomatli, eng armonliq va eng muqaddas ovozi edi. Odam degan shundoq narsa. Bu dunyoga yig'lab tug'iladi. Bu dunyodan ranjib o'ladi. Badamgulmo mana shundoq ketdi. Uning jismimi, ruhimi mana shu ona tuproqqa o'zini beqib o'stirgan sehi, lekin yussiz tabiatning kang qo'yniga singib ketdi. Mana shundan boshlab uning azob oqibatlari ichida uzoq to'lg'angan jismi, hisobsiz dard alam, nomus va xo'rliq ichida puchlangan ruhi mangulik orom topdi. Shundoq go'zal bir qizdan eng oxirida bu dunyoga qolgani faqat bir jangal yumshoq, so'g'uq kulni bo'ldi. Anglayotganinglar beli qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Badamgulning o'limi kishilarga xuddi osmondan tuyuqsiz sarvar yulduzi erqib ketganda qattiq belandi. Ang hodisi palakka yetdi. Ko'z yoshlari sal bo'lib oqdi. G'unch qiz 2 kungacha esiga kelolmadi. Baxtsiz do'stiga qattiq ish-og'riq tortib ketdi. U sirtda ancha ko'rinmagachga, bugun tushdan keyin Oqniyoz uni yotoqqa yo'qlab keldi. U xuddi uzun vaqt kasal tortgan odamdek karvatda shumshib yotadi. Uning jismi ruhini zaiflashib ketgan edi. Ko'zlari o'ltirishib, chiroyi taparg'an. Butun turqidan tehicha ig'ir g'azdarliq chiqib turadi. Oqniyoz undan hol so'radi. Ko'nglini yasadi. Oxirida shu kechadagi dahshatli ishni yana tilga elibdi. G'unch qiz xuddi jarohat eg'iziga g'achchiga pichoq solgandek ochiq to'lg'inib ketdi. O'zimni zodir kechirmayman. Men shu kun nemish kinoga ketdim-a? deydi Oqniyoz o'zi bilan o'zi so'zlashganda xo'rsinib. Bo'lmasa, men uni qutqizib qo'ydim. Cho'qim qutqiza oldim. Boshqa unda qilmadi demsiz Oqniyoz aka. dedi G'unch qiz o'ksib turib. Lekin u varqirab, yugurib, hech kimni yana keltirmadi. Shundoq yoqqan yomg'irni qor qilmadi. Taqdir shundoq ekan. Biz sinfdan maydonga chiqqanda u oxirgi nafasni qopdi ekan. G'unch qiz shuklab qoldi. U endi ichida unsiz yig'layotdi. Yosh ko'zidan emas, yuragidan eqiyotdi. Oqniyoz uningga birdan tasalli berib, o'zini yig'idan oron tutib chiqib ketdi. G'unch qiz birer soatdak esada to'lg'inib yotdi. Keyin asta o'rindan turib, Badamgulning karvati yeniga keldi. U har kuni degidek uningdan xotira bo'lib qolgan o'rin ko'rplarni, u tutgan qoch qumush, daftar kitoblarini bir qo'ri ratlab qo'yatdi va ratlagash silaydi, puraydi.
Onun nazarida badamgul yotgan, o'tirgan yerlardan, u tutgan narsalardan hamisha bir xil behi, anjur hidiga to'lgan jannat mevasining turqi kelib turadi. Bugun u o'rin ko'rplarni ratlab etib, yotganning qati qistirilgan bir konvertni tepib oldi. Konvertning ustiga do'stim G'unchi qizga xos degan tunish xatlar yozilgan edi. G'unchi qiz konvertni oldirab yirtib, xatni sug'urib oldi. Ushbat nepiz qog'ozga raplik chiroyli yozilgan xat mundoq boshlangan edi. G'unchi qiz, bu mening sana yozgan tunji ham oxirgi qitimga do'stlik xatim. Oddiy ham arzimas bu xat mendan san qolgan birdan bir hayotlik yoldamas bo'lib qoldi. Do'stim, turmush menga unutuliqsiz dars berdi. Endi men qandoqdir mangulik muhabbat, vafodor yigit, baxtli turmush, go'zal hayot deganlarni ham xiyol qilmaydigan bo'ldim. Shundan keyin mening qalbimni, jismimni aram topdi. Men sizlarga o'xshash o'qib, bilim elib, jamiyat uchun yaramliq bir odam bo'lishni ko'nglimga kutgan edim. Lekin yaramliq odam bo'lish yo'li uncha o'ng'ay emas ekan. U agar to'qay, hatto intayin ozodlik bo'ladi ekan. U hargizmi bizga o'xshash ojiz qizlarga ayrimcha g'amxo'rlik qilmaydi ekan. O'ylab qarasam, men necha vaqtdan beri xiyoliy baxt saodatdan mast bo'lib yuribdiman. Endi beshim qattiq tashqi tegib o'shimga kelganda, o'zimning bekmi kechganligimni his qildim. Har kuni hamisha g'am-g'ussa, dard alam bilan yurib, ilm-fanning tariq qistan yo'llari bilan cho'qib chiqaman deyish, xuddi bir kecha hikoyalaridagi afsonalardek ish ekan. Do'stim, men o'lmoqchi. Mening bu keskin qarorim balkim kishilarning nazarida intayin bo'lmag'ur, echinishli ishdir. Lekin hozir menda bu dunyoda yashashga kuch-quvvat, sabr-toqat degan narsalar qolmadi. Men dilimga ma'rifat chamini yoqqan ustozim Salim apandini tuhmat o'qi bilan yiqitdim. Bu la'nati ish bilan men o'zimning qadr-qimmatimni yo'qotdim. Nomim yerga urildi. Shanim bo'lgandi. Daraxtga yaproq qanchalik zarur bo'lsa, insonga vijdon fazilat deganlar shunchalik zarur. Lekin men vijdonsizlik qildim. Insoniy fazilatni yo'qotdim. Yoshlik hayotning ziynat ko'rki bo'lgan ruhiy poklik, amoniyat deganlardan menda asarmi qolmadi. Men Salim apandini har bir ko'rganda o'zimning bu dunyoda tek hayot yurayotganligimdan qattiq umid qildim, o'kindim. Meni aldab qo'rqitib, mushkoylarga solgan havoz yetakchi, zoyid deganlardan texmi qattiq yirgandim, nafratlandim. Men havoz yetakchini o'qituvchi sifatida hurmat qilardim. Lekin u odam emaskan. Uningdagi yurak odamning emas, balki tutliq vahshiy yirtqich hayvonlarning yuragi ekan. Uning ko'ngliga shayton o'satdi ekan. O har qanday shunliqlarni qilishdan yanmaydi ekan. Zoyid to'g'risida so'zni mayli qo'ying. Uning to'mirlarida eqiyotgan qon emas, avrazning fisq yo'lis ekan. Do'stim, mening bir necha soatlik vaqtim qoldi. Bu xatni yozg'ucha nimalarni o'ylaganligimni bilamsan. Men hayotni sevdim, muhabbatni qadrlaydim. Odamlar bilan birga ko'p chaqchaq ichida hayot yurishni xohlaydim. Lekin hozir mening qalbim bir parcha qovjirab ketgan qoqa seriga aylanib qoldi. U endi shirin xiyollardan, mehr muhabbatdan, do'stlikdan, qizg'inlikdan va umiddan butunlay mahrum bo'ldi. Azob oqibatning pishtiga mudayish bo'rondek hujum qilib keldi. Men undan o'zimni mudofaa qila olmadim. Po'raklab ichilayotgan hayot guyim to'g'risiz. Men qayg'u alamlarni cho'rib tashlab, qonuniyatlik, oqilonlik bilan yashashni o'ylab baxdim. Lekin vujudimda bunday iqtidorni topolmadim. Har qancha qilib o'zimga yashash jasoratini turg'iza olmadim. Xo'shallikning tayzini surish
oson ekan do'stim. Lekin dard alamning muddasidan chiqmoq tez ekan. U menga o'xshash tushkunlashgan, ruhi zaif odamni topsam, texim kuchim oladi ekan. Rost, donishmandlar aytgandek, odamga hamisha eng yaqin turadigan narsa ajal, eng yiroq turadigan narsa orzu armon o'xshaydi. Men buni o'z turmushimdan texim cho'nqur his qildim. Esingdami? O'tgan yili biz Shekspirning Otello degan tragediyasini birga ko'rgan edik. Asarning oxirida Otello nomus va pushaymon azobiga chidamay, o'zini qilish bilan bo'g'izib oladi. Uning qaysar ruhi menga madad bo'ldi. Chunki shu kunlarda meni chidiqsiz nomus, pushaymon, xo'rliq azobi chirimib oldi. Men buningdan faqat o'lim bilan qutulmasam boshqa yo'l qolmadi. Do'stim, men o'zimning ketganligimga hargiz qayg'urmayman, aytmayman. Lekin o'zim bilan birga texi yo'riq dunyoga ko'z ochmagan begunoh bir narsidini birga elib ketayotganligimdan qayg'uraman, aytinaman. Uning nima gunoh? U tug'ilishi bu dunyoning rohat parog'ini ko'rish kerak edi. Yana bir turib Zoyitdek saxta, razil bir odamning pushtining bu dunyoga to'rilib, hayotni, go'zallikni dadasiga o'xshash bulg'ab qo'yishini o'ylab, o'zim bilan birga elib ketganimni yaxshi bo'ldi deb qarayman. Ishqilib, ummu men bilan birga ketdi. Behuda to'ralgan bola bu dunyoga behuda bo'lib qolmasin. Xo'sh, men ketdim do'stim. Sana almaydi. Razı bo'l. Mendan razı bo'l. Men sendan razı. Men o dunyoga ketib o'tib Allohdan tiladim. Ey karamli Xudo, agar sening qudrat ilohing rost bo'lsa, odam siyoqiga kirib olib, bu dunyoning go'zalligini, baxt saodatini, tinch osoyishlikni buzayotgan ovoz baxtidek, Zoyitdek jinsoyatullarning jajisini bergaysan. Xat G'unch qizning qalbida besluqsiz bir g'ussa uyg'otdi. Taranlab oqqan ko'z yoshlari qog'ozni ho'lladi. U shundoq muloyim, jing'ur do'stining shuncha ko'p sir va azoblarni ichiga so'ndirib, bu dunyodan nadomat bilan ketganligini o'ylab, texin hasratlandi. Xat uningga qattiq ta'sir qildi. Qalbida besluqsiz cho'qon qo'zg'atdi. U azob va seg'inish ichida o'ylaydi, pishchirlaydi. Odam hamisha mehr muhabbatga muhtoj bo'ladi. Biz bu o'xshash qizlarning qalbiga nisbatan aytganda, mehr muhabbat xuddi quyosh nuriga o'xshash iliqlik baxsh etadi. Lekin turmush do'stimga bekmi so'g'uq muomala qildi. Unga ehtiyojli bo'lgan mehr muhabbatning o'rniga xo'rliq, nomus va dard alam berdi. Bu narsalar asta yig'ilib, jam bo'lib, oxiri kuchli bir toshqinga aylanib, uni xuddi bir tal ojiz yo'pirmoqdek o'zining rahimsiz qo'ynida g'arq qilaverdi. Badamgim, nima desam do'stim? G'unch qiz yosh bilan xiralashgan ko'zlarini surtib, xatga yana bir qatim ko'z yugurtdi. Xat endi uning doimli sirdishi, dildishi ham hamroyi bo'lib qoldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.